Assalomu alaykum yurtdoshlar, bizani kuzatib borayotganlar. Bugun bizda yana yangi mebellar joylashtirganmiz. Bog'chalar uchun mebel jihozlari. Xo'p, stol-stullarimiz 6 kishiligi. Materiallari Indefdan, stol-stullar turba ramaligidan. Toza sifatlar juda ham zo'r. Divanlarimiz profil ramaligi. 3-chi etajga va 2-chi etaj uchun chiqish zinalari va ushlab chiqish uchun turbalardan qo'yilgan. Sifatlar juda ham zo'r. Kimgadir shunaqangi mebellar kerak bo'lsa, arzon narxlarda qo'ldan kelgancha tayyorlab beramiz. Xo'p, kiyim shkaflarimiz. Kiyim shkaflarimizda har bir eshigida ikkitadan vishilkasi bor. Vakuumli ochiq-ochiqlab qo'yilgan, o'zi asta-sekin yoviladi. Kimga shunaqangi ishlar kerak bo'lsa, albatta quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Hammaga rahmat. U ikkinchisi ham xuddi shunday bir xil ikkita xonaga alohida qo'yiladi. Xo'p, keyingi mebellarimizdan bittasi 4 etajli karavotimiz. 4 etajli karavotimizning razmeri 1.30 ga, balandligi 1.20 razmerda tayyorlangan. Ichini razmeri 60 cm, chuqurligi bunimiz tortganimizda 240 joygacha chiqib keladi. Bunimizda rolikli stilimiz.